Alloh taolo Qur'onda aytadiki, Estaizu billah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin va untha va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum. Alloh aytayapti, ey odamlar deb nido qilyapti. Butun odam zotga qarab aytayapti, ey odamlar, biz sizlarni bitta erkak Odam alayhisalom va bitta ayol momo Havodan yaratdik. Butun insonlarni yaratdik. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila, va sizlarni biz turli elat va millatlarga bo'ldik. Lita'arafu, bir-birlaringizni tanishligingiz uchun. Tanishib yaxshi munosabat qilishligingiz uchun. Inna akramakum indallohi atqakum. Albatta Allohning huzurida eng yuqori, baland ikromliginglar, hurmatliginglar bu sizlarni ko'proq Allohdan qo'rqadiganinglar dedi. Mana bu oyati karimada katta hikmat bor ekan aslida. Ya'ni Alloh taolo insonlarni o'zi xohlab turli millatga, turli elatga, turli qabilalarga bo'lib qo'ydi. Hammamizni bitta qilib yaratib qo'ymadi. Hammani arab qilib qo'ymadi. Bitta qavm qilmadi. Har xil qilib yaratdi. Lita'aruf, bir-biringizni tanishligingiz uchun. Demak, boshqa millatlar bir-birini tanib, bir-biri bilan go'zal muomala qilishligi. Bundan chiqdi, har kim o'zini millatida, o'zini milliyligida qolish kerak. Agar hamma bir xil bo'lsa, qanday taniydi va qanday tanishadi? Salmon Farsi radhiyallohu anhu umrining oxirigacha o'zini Fors ekanligidan mag'rurlanib o'tdilar. Salmon Farsi degan nom bilan aytdi. Suhayb Rumiy oxirigacha Rumiy bo'ldilar. Eng o'sha birinchi bizni ozonchimiz Hazrati Bilol Habashi edi, Efiopiyalik edilar. O'zini o'shanisi bilan faxrlanib yurdi. Salmon Farsi aytmadilarki, bo'ldi, men sahoba bo'ldim, islomni qabul qildim, meni Fors demanglar demadilar. O'zini o'sha taxallus bilan atadilar. Men Farsiyman dedilar. Qarang. Demak, har kim o'zini milliy urfini, tilini, an'anasini saqlagan holda boshqalarni hurmat qilish kerak. Mana shu oyatning davomida Alloh juda nozik bir narsani ham o'rgatyapti. Islom millatchilikka qarshi, milliylikka emas aslida, millatchilikka, asabiychilikka qarshi. Falon millatni yuqori qo'yish, falon millatni obro'si demasin deb Alloh aytayaptiki, biz sizlarni har xil millat qildik, har xil qabila qildik, ammo inna akramakum indallohi atqakum. Qaysi biringiz ko'proq Allohdan qo'rqib hayot kechirsangiz, mana shu Alloh